Bu bir unutulgusiz kunlar. Şu yili yazning dastlabki kunlarining birida musikat Nurishkimiz Naqshsul o'migiga artist qabul qilish uchun Tangri teg'ining janubiy va shimoliga bordik. Bepoyon bu zaminda mushundaq bir qizning borlig'ini o'ylamagan ekanlar. Özeyni doğru bakma. Denazdan toydunuz mu? Ketçiranızı gep, maşinanızı çıkıp alaydı diye. Bolmaydı. Aslında siz mi kızval ekensiz o? Bek noç ekensiz. Nemi degen şok kızlar ha? Bayı kızval ekenliginiz ne? Sonamay kaptı men. Boldu, ner turib yolunu boştanla. Sizlerin ağılı kemidik. Amalsız piyadı mağdıgan bolduk. Yürünglar emasmi? Yolda kaldıgan bolduk da. Amal yok. Tazımı bir çıkırıp ağan gıdayım bolatdi. Şu emasini çıkıp ağan bolsak, bek yaxşı bolatdi. Şu emas, terliğimiz ondan kemidi. Hey kızlar, eğer erşe öpürüştürek kalgan bolsa çokum çıkırıp alasın. Ola bilen paranlaşkaşmağaylı. Zörriyeti bağma. Hürriyet, maşinini toktun. Ay, maşin toktu değil. Bizge Allah'ın yakşı ağırdı bu. Kızlar, maşin toktu. Kanda? Ay, Mahire. Mahire? Nemi deysen? Bizge nakşı etip beri. Eğitmeyin. Bu isim pek köpken. Eğiter Mahire. Eğitmezsen. Oldu, anlarlar. İsminiz Mahire mi? Neçe yaş kirdiniz? Yıl ahırda 17'ge kiremen. Uyunuz nerede? Ben de berey. Onun uyu şehirde. Onun dadısı bilen mening dadam şundak yakın ağayna. Mahire nakşini bulbuldek yakşı etidi. Bulbullar beş çeken. Nakşı it alısın, it almışsın. Hemmesi bulbul. İşenmemsin? Eğer dadısı karıştırmagan bolsa, o burunun şehirlik sanat ömrünün artısı bop ketetdi. Artist bolamağınız ne? Dadınızdan kördüken sizde? Yak, ondaq emas. Dadam bana bek amrak. Onundan köygülü bolmaydı. Ben özümce nakşı etip, usul oynap koyayım şu. Kızlar, sizler neymiş kılısılar? Ben ormancılık meydanının işçisi. Ben başlangıç mektep okutkucusu. Ben pirgazcık. Ben boğaltır.
Men bu ormançılık meydanının işçisi. Mening uyum tağda, men narsalarni baqaman. Sizchi? Men tek xizmatim yo'q. O to'liqsizni endi tuttirdi. O dadasi bilan bizning uyga mehmon bo'lib kelgan. Siz o'ltira. Uyingizda yana kimlar bor? Apam, akam, acham, ukam bilan singlim bor. Sizning ismingiz nima? Mening ismim Mahira. Sizning ismingiz Mahirami? Yana bir Mahira chiqdi. Biroq men uningdek bulbul emas. Sizning uyingiz nerda? Tog'ning cho'qqisida. Bulutlar laylab turgan joyda. Hozir bulbulning naqshini anglab baqsam bo'lamdi. Shunday qila Mahira. Naqsh aytib bermayman. Aytmayman. Qo'yardan bo'lmagan ekan. Aytib bering. Aytsa, qaranglar, boradigan joyga kelib qopdi. Voy, rostlanlar. Çoxum qayta görüşimiz, Mahira. Bu ya intayin manzirlikkan. Yuriyat. Biraz aram ele olayli. Bo'ladi. Aminacha, yuzingizni yuvalamsiz. Muzdek so'kkan. Ma'qul. Oy, ajab muzdekkan. O itoatıda. Nur. Anladınız mı? Çokum yelki Mahira itoatıda. Bu ovoz haqiqatan yiqimliqkan. Biroq yilqi Mahira aytgan deb jazmlashtira olamsiz. Shundoq. Kesib aytamanki, o cho'qim Mahira. Nima bo'ldi? Chunki uning ismi Mahira bo'lganligi uchunmi? Tog' egiz, orliq shuncha yiroq tursa, Mahira ekanligini jazmlashtira olamsiz. Menimcha, bu qizning vujudida bir xil sehriy kuch bor. Biz uni tepib imtihonga qatnashtirishimiz kerak. Hey, ukam! Tog'ning o tarafi qiya. Nima dedingiz? Gapingizni ozroqmi anglayolmadim? Bu yo'l nega bordi? Sayohat mehmonxonasiga bog'liq bo'lamdi. Hey, do'stlar! Yo'ldan ezib qoldinglarmi nima? Amisa, men deb beray. Bu tog' yo'li sayohat mehmonxonasi bilan o'rmonchilik maydoniga qopirdi. Shu yerga bormoqchi bo'lsanglar, menga agishib minglar. Ao yigitga qarshili bo'lmanglar. U yarini saqlab turadi. Hozirlik keladi. Qizjoq, mamamsiz? Rahmat sizga yigit. Arzimaydi. Rahmat. Hey, yigit. İsmimni chaqiram. İsmim Emin Niyaz. O'rmonchilik maydonining ishchisi. İşte sirtqi artist. İsmim Hürriyet. Yol başlap berginiz. Rahmat Emin Niyaz. Rahmat uka. Bir bo'lsa so'rab boqay. Siz qaysi yil tug'ilgandingiz? Diyap bo'lsa javob beray. 62-yil 5-oyda. Mana emasmi? Sizdan 2 oylik cho'nkanman.
Boladı, çoğun yigit. Ata, yakshanba. Bizni yo'l boshlab beramsiz. Bu yerga tunji qidim kelishim. Albatta bo'ladi. Ha, sizlar cho'qim naqsh usul o'migini qo'dayman. Qandoq deysiz? Sizdek shopir bo'lg'achqa. Nima demoqchisiz? Ajab chiroyli ekansiz demoqchiman. Sizmi xeyli qamlashgan ekansiz. Masxara qilmang a. Nima degan o'zini bilmagan odamsiz? Yana meni turqim rostla qamlashganmikan? Hammasi meni ko'zi o'tkir deyishidir. Ama sizningcha men Chinqilvanmay erkin turing. ma'qul. Buriling a. Nechik o'tirdi ekansiz? Siz rostla Hindiston filmiga ochiq qizdiki Basrol Rajiga o'xshaydi ekansiz. Shundaqmi? Shundaqdek o'xshaydi ekansiz. Ama salim unda keldi. Men aynakka qarab o'zimning radioga o'xshaydiganligimni bilgandim. Biroq boshqalar mana siz birinchi bo'lib bayqadingiz. Berkina. Berkina. Siz bu. Tumtra ta ta ta. Berkina deyman. Tumtra ta 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 tumtra ta tumtra ta ta tumtra ta tumtra ta ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta tumtra ta Bo'ldi, bola, to'xtang. Qamishirimiz sal yana so'l ko'zingizning chanig'idan maymahmi nima? Balkim shundaqdir. Buningga meni nima ma'lum? Shundaq tug'ilib qoptiman. Biroq bu aybimni boshqalar bayqamagandi. Umuman olganda yomon emas. Sizningcha rasmiy otis bo'la olamanmi? O'ylanib beqishga bo'ladi. Bak yaxshi. Birlashma ko'ngil etish o'tkazsak, albatta bo'ladi. Biroq bir shart bor. Ikkinglar san'atkor, nomer o'rinlab bersizlar. Vaqti kelganda ko'pchilikning hammasi keladi. Hey, Imen! Ha! Kechda ko'l bo'yidagi Shipanda, Urumchidagi naqsh usul o'mgidan kelgan bu 2 nafar san'atkor bilan birlashma ko'ngil etish yig'ilishi o'tkazamiz. Sizlarmi bir qancha nomer olib chiqinglar, ha? Bo'ladi. Hey, to'xta. Radio uzulig'imni uqtirib qo'ygan. Cho'qim bija keltirman. Salomatligingiz yaxshi emas. Bir kun mashinada o'tirib charchadingiz. Ko'ngil etish kechiligini ati o'tkazaylik. Ati ketib qolarmikin? Kimni deysiz? Heliqi naqsh etalaydigan mayratchi. Yura. On 12 yil bo'ldi. Har qatim g'irim qilganda u mana shunday kishining yuragini ezdi. Kechirim, Nur muallim. Mening hissiyotim to'liq ojiz. Ishonamanki, u hamon tepiladi. Asli bu qatim kammasangiz bo'ladi. O'mak boshlig'imiz G'ofar sizga nasihat qildi. Siz asli Qashqar tarafga berib qizingizni izlasangiz bo'ladi. O'quvchi oladigan turmush o'rganadigan tursak kamsan bo'lamdi. Hozirgi naqsh usul nomerlarimizda yangilik kam, jo'shqinlik yo'q. Mening davlat bayramida qo'ydigan o'yinda yoshlarni saylik chiqarg'im bor. Yura. Agar o'ylaganlarimni xato deb qaramasangiz, meni qo'llashingizni umid qilaman. Bugun uchratgan Mahirada ortiqchilik bor. Ehtimol intayin istiqbolli san'atkor bo'lib qolishi mumkin. Ham shu hamkorsiz bir qizchaqkan o'shu. Aslida u usiz chiqanda. Hey, sening usul o'ynashingni 12ga o'xshab ketadi ekan. Yo'qsatma qilmag'ana, qandaqsiz o'xshaydi. Agar dadam seni usul o'yini qilib qo'ygan bo'lsa, cho'qim uningdan eshitib tushatdim. Yana yo'qlan gapni qilyapsan, tozaladi.
Mahire. Yok kızım. Neme üçünkin tam. Bu kızını körsem la. Oşunda hayacanlık gitme. Ecba, onun ismi Mahire boğalık için mi? Mahire. Benim omak kızım. Mahire. Kızım, şoň bolganda boş ayakny kiyip, maňa okşaş usul oyna. Ayakny kiýe kızım, men seni süretip taýdy olay. Himlik spor. Bu şunda. Doktor yoldaş, bu günni usul oynaga gelip açamga berip koysaňyz. Onu izlemsizler. O demamidi. İşide intam elevatıda. Kirip körüp bakamsizlar. Kirip görüp bakaylıçı, sen kirgine? Yok. Siz mi kirip numara uğurlap verin? Yak, bilmeymen. Vay, bilidi, onun artist boğusu var. Bırak onun bağır katık tadısı olmaydı. Reyisimni kılıvatkan kim o? Oy. Biz sizin deymidik. Sizin bağrınız pek yumuşak. Şundak. Kimnili deysanlar bolmaydı. Jahanda rehimsiz adı bolmaydı. Bildinglar mı? Bildik. Yürü Mahire, kaytaylı. Tak çıkaylı. Sen apanga böldürgen demek edin bu, ha? Vay. Tağda muşundak çoğunluktaki böldürgenler şundakçık. Çocuk, bek yaşlı. Kızık gitken bu. Bizge mana şundaq komediya artistlar kerak. Maqsudam. Emin, sizlar qabul qilindinglar. Barliq işçilar vakaleten işkinlarni tebrikleymen. Sizni tabriklayman, Rajo. Meni bayqab ko'rsatganingiz uchun sizga ko'p rahmat. Yürünler. Bo'ldi, bizga xolis yo'l boshlig'ichi bo'lsangiz qanday? Bo'ladi, men bo'lsam yo'ldan ezib qolmaysizlar. Bu gulni kim ekkapti? İki kızcak sizge etkepti. Ular kimlar ekan? Birisinin ismi Mahire o değil mi? Ha? Mahira. O kirsin. Onu kıran bilsem onu mu dey? Keyin dadısı onu takip çıkıp gitti. San doktor, sizni bir siz deydi ekan.
Ketirin. Demek, Mahire degan kız tek ketmepti de biz onu istab tepişimiz gerek. O kızga maptun bolup qapsiz. Bundaq çoğun tağlıq rayonunda onu nereden tapsız? Amine muallim, ben bir tip gile. Makani dur tağlar arası. Taşın taşka oynaydı sekret, oynaydı sekret. Çiçekina giyip kalısı, köpkek tağlar yürek sarısı. Güzel yar Sizin Mahire tek qaytib kelmeydi. Benim kızım Mahire mi kayıtıp gelmedi? Mahire! 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 Mahire, sizden ahır taptım. Dada, qaytib keldim. Acep yaxshi böldürgenken. Mayra, ala. Apan görse çokum kuşal boludu. Maşin bana da. Çatsan takdım şu an. Manaydı. Mayla. Bu şehirde to'lag'anda qolgan hech kim yo'q-ku. Ha? Odam bormi? Yolg'on! Yolg'on! Nim bo'ldi? Ha? Ha? O'g'ri! O'g'rikansan-da? Endi qochib ketamaysan. Ishlaycha, men o'g'ri emas. Aduvingni Ishlaycha. Og'zingni yum. Dadam kelganda aduvingni berdi. Xat to'xtab tur. Men o'g'ri emas, birisini izlab kelgan. Ishtingizda qo'qib qo'yib kirib olgan. Meni aldayamaysan. Sizni oldimidim. Kimni izlaysan? Bir qizni izlab yuraman. Balkim siz bo'lishingiz mumkin. Meni? İsmingiz Mayrami? Ha. Ahir topdim sizni. Mayra, ishlaycha. Yaxshi bir ish sizni kutib turibdi. Chopsa ishlaycha, ha? Buni, ha? Buni. Chopsa buni. Men. Buni, ha? Buni olmayman. Meni qo'yib Chopsa men. Bunu bas! Dada. O sol tek. Nim kılmakçıydın? Tağa, men eski adam emas. Ötünüp qalay, bana uvalık qınmang. Sana okşaş yaşlı adamı kömep diken ben. Aval seni bağlap koyay. Qarang, tog' ustida bir oila bor ekan. Qarang. Tağa, bunda çın bağlap etmang. Men kızınızı izlep kelgan. Tılını tak. Voy. Kızım seni asla tanımaydı. Boşurak tağa, boşurak. Voycan, ağrıp ketdi. Tağa, Emin! ağrıp ketdi. Mayra, meni boştu uytana. Emin, yana vaqirsan shuni ishtiq talib etaman. Yo'lbars qara. Qara. Sağlıkla mehmandost keladi. Bu yerda o'ltirib turinglar. Kiranlar. Meydan başlığı. Voy, nim bo'ldingiz?
Yapsam meni bu ishni aytam. Aslida, tanışıdı ekansizlar-da. Uqishmasi qopdi. Kechiringlar. Emin, qanday qilib bu yerga kelib qoldingiz? Uni izlab-ku, Mahirani. Yo'q, u emas. Meni ismim Mahira. Demak, heliq kuni tog'da naqsh etgan qiz sizkansizda? O kuni tog'da naqsh etgan shaharlik Mahira. Bo'ldi, tatinmang. Bayliq naqsh etganingizni angladim. Lay 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 lay. Ha, sizlar shaharlik do'stim Mahirani izlamdinglar? Dadam ikkimiz bayliq ularni tog'dan tushirib qo'yib keldik. Shundoq. Emin, ehtiyot qil, so'qatmasa yana. Çatak yok. Ben işe karoseydesi birinci. Hut. Hey aka, ne turamsız? Nim deysen? Nemi dep yolunu tosup olasız? Müzik anlavatkanımdı kömünün mu? Zamanı maslaşkan bu ekensiz de. Motosikletki meni öyle müzik tanışıgan ba mı? İhtiyarım. Nimi karın senin? Bir çetkirek tokutup turamsız. Ben olturuşunu bilmem, heydaşını bilmeymen. Emisi bu kimden motosikleti? Kaynanımdan. Peyninim degen nemi gap o? Xotunumның enisinin xotunның eri. Uqtun mu? Vay vay, nemi degen mürekkep gap bu? Bye bye. Bey dep ketkenlerini tegi. Nemiga noçılık kılsan? Ayni yılları ben senden mi bek noçıydım? Aka, ular kim kel? Yür, motosiklet bilen ularını üç biteyli. Hey! Bu külk ovozi ajab tanışqo. Ha, halayık, kilinglar, halayık, kilinglar. Aslan göğsünü kıgan kebap. Ha, Siz berip keling, men oldi tarafga ko'rib baqaman. Kilinglar, aslan göğsünü kıgan kebap. İlan, kama, ilan. Assalom. Va alaykum assalom. Naqsh etgan qizni ko'rdingizmi? Qarqinlik kiyib Ha, bu tarafga ketdi. Amine muallim. Emin, heliqi naqsh etgan qizni topaylik. Bayli müşadi edi, birdamdil g'oyib bo'ldi. Aldırma. Bulutla arsık möküvagan aymo hamam payda boludu. Amine muallim, sizga tanıştıray. Bu yak muşu yerlik el içideki usulchi, o'tir maktab o'qituvchisi yo'ldosh Rizvon boludu. Teşhmi? Siz bilan tanışqanligimdan to'nim xushalman. Rahmat. Sizni imtihonga qatnashishga taklif qilaman. Yo'q. Yeshim cho'ng. 30dan eshib ketdim. Sizlarga bir qancha yoshlarni tanishtiray. Rahmat sizga. Qaltis usulchi ekanligingizni burunli anglagan edim. Sizmi sinab beqing. Mening usulimni ko'rib baqmoqchimi? Bu men uchun intayin sharaf. Emin, ishlar qandaqroq?
Hatırcam onu. Çok küçük koçulağa ilan caplı ettim. Mahire, Sıvvan muallim. Dadağızın çokum qaylı qılan. Fırsat ganimet. Bu qatim ürümçidiki naqşısıl ömgegi qubul qılıdı eken. Siz qayerlik muallim? Qashqarliq. Esimde qilishcha, yer islatı mezgilde Dehqonlar uyushmasining raisi meni noyilik san'at o'migiga opirib berdi. O chaqda 12 yoshda edim. Dehqonlar uyushmasining raisi qaytadigan chaqda tex yig'ilgan edim. Yurtingizda boshqa urug'-tuqqanlaringiz bormi? Yo'q. Anlasam bir qiziniz bor ekan-ku. Bulbul üçün baharını çıllap, özü məhrum qaldı illiq bahardı. Buludu qarşalımız. Medeniyet idaresi berip resmiyet esenler. İmtihanını bir qanç günlük keyin alınız. Hey! Zımtıqala arqamda yola! Tez bulala! Bulala! Yürüng. Quşqaşlardek vichirlishib, quloq mangamni yeb ketdi. Yoshlarning san'atga qiziqishi bu tabiiy ahvol. Oladig'inimiz 10 necha artist bo'lgandan keyin maktabga berib tanlayli. Aşı Mahire hazır nerede? Onu tapıman dep her gün izlep yursanız bo'lmaz. Shuncha cho'ng shaharda to'g'ri bir kun qatirapmi? Ajab bir yipchiga erishaolmadik. Men o'zim hosil qildim. Ko'chada ketib o'tib, heliqi naqsh ovozini angladim. Gerçi güdeklik çıkıp tursumu, bırak coşkun, celip kılarlık. Men onu tepip, imtihanı katlaştırma. Mayısı degen hemme yedi ba. Siz ulanı bir taldan perviş qilib ketelemsiz? Maysa? 20 yılının aldıda ikimiz mi bir maysa edik o. Endi maysa östürüş növbeti bizga keldi. Siz her bir maysının çiçeklep meyve berişini ümit qilmamsiz. Mahire bilen görüşken vaqtim qisqa bo'lsa-mu, lekin uningda bir xil favqulodda sehriy kuchning borligini bayqadim. Onu tapmasam ko'nglim aram tapmaydi. Qarqumchaq qiz. Kiram. Ustozlar, yana qanday ish bor? Sana yangi vazifa topshiraman. Mahirani davomli izlaysan. Bo'ladi. Qat'iy o'rinlayman. Mana mensa. To'xta. Esingda bo'lsin. Yana bog'liq tushib qolmagan? Xotirjam bo'ling. Boya yoshlarga o'rinlashtirib o'tdim. Erta butun shahardagi Mayra ismli qizlarning hammasi tizimli o'tadi. Nima degan jiq? Yaxshi. Mayra ismliklar oldiga chiqib tizlanglar. Nimaga qarab tursizlar? Oldiga chiqib, tuzilinglar deyapman. Oldiga chiqinglar. Chiqinglar. Ha, chiqinglar. Ha, o'ynashmanglar, ha? Nima kulisizlar? Siz keskirak bo'ling, qo'lamda. Nimaga qilayim qachilik bu? Qamlashmagan. Men xizmat qilyapman. Bunda qilaylik. Mahira ismlik amaslar hozircha qaytib turinglar. Sizlar tizimlasanglar bo'lamdi, bo'lmamdi, tushdigan bekitdi. Ha? Bu nima ish endi? Ha? Gap bu. Nima ish bo'ladi? Bugun men faqat Mahira ismli qizlarni tizimlayman. Tazima ber. Gap bu. Ketaylik bo'ldi. Yuringlar, qaytib ketaylik. Qaytib ketaylik. Yuringlar, qaytib ketaylik. Ketaylik. Baldırak bilgen bo'lsam ismimni Mayraga o'zgartirib oladiganman.
Nima? Sızlık gelse bu. Nima ish oldi da bu? Sizga gap bor. Tazımı bir. Bu tarafga. Sizchi, nima qila olasiz? Naqsha aytaman. Ha, u yoqqa. Sizchi, Usul o'ynayman. aha bu tarafga. Sizchi, Hammani qilaman. yaxshi, o'tirdi turib. Amina muallim, sizning topshirig'ingiz bo'yicha Mayra ismli qizlarning hammasini chaqirib keldim. 10 nechisi bor aka? Oz emas-ku. Sol tarafdagilar naqsha aytalaydiganlar. Bular usul o'ynayalaydiganlar. Tushtiring deyman. O'tirdikilar naqsha aytib usul o'ynayalaydiganlar. Muallim, qarang, qaysi sizga kerak bo'lgan Mahira? Emin. Siz ketkizayotgan yoshlarning hammasini chaqirib keling. Aqlli odamning qilgan ahmoqona ishi-da bu. Tizimlat qilib kelganlarning hammasi Amina muallimning aziz mehmonlari. U odatda nihoyatda muloyim ko'ringani bilan ochiq kelganda alpoz bekli yomonki. Siz nemish uning oldida qizini so'raysiz? Nima? Men yana xato qildimmi? Amina muallimning kechirmishlarini bilmaydigansiz. Bilmayman. Men deb beray, maxfiyatlikni saqlang. Ha. Yuring. Amina muallim, men eng qoyil bo'ladigan ayol. 24 yoshida yo'lda tugab ketibdi ekan. U kasbni deb bir yoshli qizini ilib tirishgan. Bir necha yildan keyin u oxiri dangliq artist bo'lib chiqqan. U o'ynagan usul mamlakat ichida qizg'in olqishga erishgan. Biroq shu kulfatli yillarda u turmaga tashlangan. Bechora 4 yoshli Mahira igichoqsiz ko'chalarda sarsam bo'lib yurgan. Oxirida Nur muallim uni beqib olgan. Biroq keyin Nur muallim turmaga tashlangan. Kichik Mahira yana igichoqsiz qolgan. Uzun o'tmay u yo'qolib ketgan. Ha? Nur muallimning ayoli nimishqa kichik Mahiraga qaramagandi? Nur muallim uylangan. Nimishqa uylanmagan? Aviyaga qarang. O ikkisi haqiqatan bir jup er-xotinlar ekan. Qalaymiqan gap qilmang. Amaliyotda ko'pchilik Nur muallimning Amina muallimni yaxshi ko'rganligini biladi. Xuddi kitobda deyilgandek, muhabbat yozmoq qiyin bo'lgan bir ko'plik she'r. Mening bu she'rimning oxiri qandoq bo'lib chiqar? Yo'qlan xiyollarni qilmay, yaxshi o'rganib sizni bayqab ko'rsatganligimga javob qaytaring. Xo'p, rayimsiz, yolg'on yigit, tepib beqing. Ishlar meni qiziqqan deyishidi. Biroq qalbimdagi o'tning yalqinjab kuyayotganiga 10 necha yil bo'lganligini kim biladi? Nurjon. Sizni tushunaman. Biroq qalb yarasini saqaytishga vaqt ketadi. Men Amina. Mahira sizni debdi qo'ydi. Siz uningga muhtoj, menmi uningga muhtoj. Ishonamanki, hamon bir kuni qizimiz Mahira biz bilan birga yashaydi. Kiram. Kim izlaysiz? Mening ismim Kamil. Anglasam, sizlar artist qabul qilg'ili kepsizlar. Buningdan to'liq xushal bo'ldim. İmtihan beramsiz? Yo'q. Men imtihon bermayman. Men birsini boshlab kelgandim. Kira, güzel.
Ha. Xotinim. Yo'q, rafiqam. Sizlarni aldayotmayman. Rafiqam kichigidilla usul o'ynashni yaxshi ko'radi. Uning ovozimi intayin chiroyli. Ishonmasangiz anglab beqinglar. Balam. Tenkes qilib tegili keldi. Kel. Bu yoq mening ustozim. Kiring. Merhamet. Yoldaş, keçirin kaşılık kıldım. Balamның yezide turvatqınıq 4 yıl boldu. Onun artыс boğısı battı. Kelip tizimlası boladı. Kız tul xotin, yetim oğul, öyümde muşu paxlanlı battı. Az kömək qobul qılınlar. Bu nemi qağalları? Çoğ ana, nərs qobul qılmayımız. Ballarığı dep qoysıla. Biz onun imtihanı qatnışını qarşı alımız. Sizlarga köp rahmet. Anladım. Ko'chaga chiqamiz. Bir şiraylı sınavla sende bulam elley. Apa, mehter kim andı mı? Acha, baldırak qaytib kelgin. Akşam urgup durdu mende balam elley. Apa, ben bu naqşını anlaşık amrak. Kiçigimden hazırgıç anlap kelavatdım. Meyli siz 100 qitimlap eğitim yakınlık anlanadım. Tasdik bulam cinin kuzam elley balam elley. Bağrımda sen oynaysan elley balam elley. Nima? Yo'qar ovozli ayol qo'shilib aytyapti. Mushundaq esim yaxshi bo'ladi ekan. Haqiqatan yangi bayqash. Ular erkin aytyapti. Kirib ko'rib baqayli. Ballar şaldamı tikdigan rahmet küçülük dokunuğa apır berip keler. Bək yaxşı boldu. Endi balalarga men qarab turdigan boldim. Kichik do'stlar, ipimni anglanglar. Kichik do'stlar, men hozir sizlarga numur o'rinlab beray. Qaysi numurni o'rinlab beray? Kichik qo'ng'iroqni o'rinlab beraymi? Kichik qo'ng'iroq. Kichkina qo'ng'iroq, tirg'aysan men omroq. Kete çapık yerde gül, sen bilen güller her vakt. Kete çapık yerde gül, sen bilen güller her vakt. Küçük vatan. Bu Bu yoqqa kel. Tez. Bu qizni bir yer ko'rganda qilaman bu. Yaşıyla terbiyesiz kılıdı. Kara. Avval onun çayını gör bakay. Bo'ladi. Kimler küçük qo'ng'iroq, kimler küçük suvadan. Diller küçük qo'ng'iroq, diller küçük suvadan. Diller küçük qo'ng'iroq, diller küçük suvadan. La 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 la. Ahmak
shu. Bulutlar arsiq yushurgan ay. Rostmi? Ha. Bu bir küçük balıken karımız bulmasın ha? Undaqmi to'g'ri kelib qolamdi. Sapsilib qarab boqay, xato turib qolganda. To'g'ri deysiz. Amina muallimning xushalliqi yo'q chiqmasin. Men kirib qarab boqay. Ma'qul. Voy. Nima qilyapsizlar? Chiqing, tez bo'lib. Ko'ryaptimi? Ha? Nima dedingiz? Acha, boshqacha o'ylanib qolmasizlar. Bu kimning uyi kim bilmadik. Qo'ylida usul o'ynayotgan qiz bilan tanishqimiz bor edi. Bu mening uyim, u mening qizim. Ha? Uyga kiranglar. Darvoza Bo'ldi. oldimizda. O'ylab kiraylik. Ma'qul. Muallim. Qara, uyning egisi keldi. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Mehmonlar, marhamat. Mahira, ishni och qizim. Mahira. Acha, siz midingiz? Ben hoş buldum. Sizni oxir topdim, Mahira. Shundoq Mahira. Hay shayton qiz, gap qilmayli ketib qolibsiz. Amina achingiz sizni izlab necha kundan beri qo'yma jafo tortdi. Tanishir ekansizlar-da. Do'stlarim bo'lib qoldik. Ha, marhamat, marhamat. O'ltiringlar, o'ltiringlar. Acha, bayqa allay naqsni kim etdi? Sağlık qilma. Acha, yaqinliq mekan? Uni apam etdi. Qandaqkan? Bu naqshini yaxshi ko'ramsiz? Ben yaxshi ko'raman. Kichik vaqtimda apam bu naqshni aytib bermasa, men uxlamay ko'zimni ichib yotatdim. Bu bek yaqinliq naqsha, shundaqmi? Shundoq. To'limi yaqinliq. Choy iching. Rahmat. Acha, sizlarning bu oila haqiqatan san'atkor oilasigan. To'g'ri dedingiz, acha. Dadam naqshchi, qandaq naqshchi bo'lsa aytaverdi. Yana har xil so'zlarni chala oladi. Mahira, Ha? bolalarni uyiga akirib keting qizim. Ularning uxlaydigan vaqti bo'ldi. Ma'qul, jinim opa. Shundoq. Bizning bu yerdagi odamlarning tili chiqishi bilanla naqsh ayta oladi. Oyog'i chiqishi bilanla usul o'ynay oladi. Choy iching. Bolalarning dadasi qaytib keldi. Ha, xush kelibsizlar qarshidan, qarshidan. Biz ko'rishgan. Tinchlikmi? 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 Bu yoq meni Ha, Urumchidan kelgan mehmonlar. Voy, tanishamsizlar? Ha. Ha, yaxshi, yaxshi. Marhamat, marhamat. O'tiringlar. Aka, uyingizga isitlik kirib, adabsizlik qilib qo'ydik. Tuz qilma. Kechirgaysiz. Marhamat. Marhamat. Kelinglar. Amina muallim, imtihon elish vaqti oz qolganda. Az qoldi. Talantli san'atkorlarni ko'proq bayqashni umid qilamiz. Xizmatimizni qo'llab berasizlar. Asli mundaq ishganda hamma yerga e'lon chaplab, artist qabul qilmoqchimidinglar? Mening uyimga artist tanlig'ili kelgan bo'lsanglar, naqshi etib, usul o'ynay oladigan odam yo'q. Bova, bizni aldimam. Qizingiz Mayraning ovozi xuddi bulbulga o'xshasa, o'ynagan usuli xuddi oqquga o'xshaydi. Bizni ko'midi demsiz? Sizlar nima ko'rdinglar? Boya, hammamiz ko'rdik. Aka, qizingiz Mahira kam uchraydigan san'atkor. Uning biz bilan ketishiga ruxsat qiling. Bu niyetinglardan yeninglar. Qizim artist bo'lmaydi. Menmi uning artist bo'lishiga qo'shilmayman. Dada, menga
Bana nakşi etişini özünüz öğrettiniz. Yen muallim tepki kılıp usul öğrettiniz. Siz daim bana hakiki artist bulup çıkan deyttiniz. Recep bugünkü kelgende artist buluşumga nemişki koşulmaysız. Makul daha. Cinim dada. Sizler menin aramımni buzdinglar. Qaytib ketinglar. Ömek başlığı. Anladınız mı? Ahval mana şundaq. Vaqtni ching tutib, 7-ayning oxirigacha cho'qib qaytib kelinglar. Bu qitim davlat bayramini tabriklash o'yini qo'yiladigan talab yo'q edi. Xotirjam bo'ling. İmtihon ilishni erta boshlaymiz. Yaxshi bu. Alayda iqtidori balani tanlashga diqqat qilinglar. Bir qizni bayqidiq. İsmi Mahira. Lekin dadisi uning artist bo'lishiga qo'shilmaydi ekan. Egiling. Ömek başlığı. Bu kızın sanat hizmetiga boshqa qaraydigan bir dadisi bor ekan. Ha. Xizmetinglarning utuqliq bo'lish bo'lmasligi tirishchanliginglarga bog'liq. Yo'ldosh Amina. Siz boyitilga olgan Mayra. Ha, yo'q. Demakchi bo'lganim qizingiz Mayraning izlariga bormi? Yo'q. Yo'q. Ko'nglingizni yerim qilmang. Biz yana Qashqar tarafga berib davomli izlaymiz. Ishonimanki xabar bo'ladi. Xabar bo'lsa, sizga cho'qim yetkazaman. Rahmat sizga. Dada, cinim dada, bundak azaplanma. Kıza soğup kalıdı, yevilen dada. Ben hem de artist buluşunu oylamayım. Herkes oylamayım. Bilemem kızım. Nakşi etip usul oynagan vaqtingda şundaq xushal, hem şundaq chiroyli bo'lib ketsam. Artist bo'lsang, muvaffaqiyat qozinasan, yaramliq artist bo'lasan. Biroq men artist bo'lishimga qo'shilmayman kızım. Meni kechir. Meni kechir. Bu Allah'ın akısı kalp reştimni bağlab aldı. Biçare kızımı boğan sevinişten hali bulamadı. Senin balan göz karağın, elley balan elley. Bir çiraylıksın ağla, sende bulan
Amine! Tez bol bu yoqqa chiq! To'xtab turinglar. Boshroq gap qilinglar. Qizim Mayra uxlayotdi. Men hozirli chiqaman. Tez bol! Tez bol, to'la azmini qilma! Tez bol, tez! Tez bu yoqqa chiq! Intam avcılar çıkken ha? Boshlaylik. Ha. Yo'ldosh Rizvon, boshlang. Merhamet. Kasbingiz, O'rta maktab o'qituvchisi. yeshingiz, 33 yosh. Oynaydigan usulingizni o'zingiz tanlang, yo'ldosh Rizvon. Bo'ladi. Men o'ynamoqchi bo'lgan usul Uyg'ur xalqining klassik musiqasi 12 muqomga asosan o'zgartib ishlangan ta'zi usuli. Fikr bergaysizlar. Tayyorlik qilib olay. O bizning bu yerdagi anaqma usulchisi. Qara, boshlandi. Amine muallif. Naqshi aytolmaydigan yiliq Mayra keldi. U bizga qarayotdi. U bir usulni o'ynayalayman. Patarchi usul deydi. Bo'ladi. U imtihoniga qatnashdi. Men o'rnashtiray. Naqshi aytalaydigan yiliq Mayra pek chikanmidi. Qanday qilamiz? Keyin bir gap bo'lar. Yana amal qilib boqay. o qizni bo'ldi qilaylik. Qarang. Bugun intam bagilik kelganlar buningdan yaxshi ekan-ku. Siz qanday kirdingiz? Kechiring. Bu mening birinchi qatam tomdan ortilib tushishim. Keling, sizga deydigan gap bor. Bir keling. Tez bo'ling. Rostla sizga deydigan gap bor. Berib imtihon bering. İmtihan? Yo'q. Belgim yo'q. Artist bo'lmayman. Acaba o'zgaryapsiz-ku. Tazimni yaramayotgansiz. Voy, isit. Gap qilmaysiz-ku. Hamoqatlik qilmang. Bu sizning taqdiringizni belgilaydigan istiqbolingizga munosib imtihon. Rizva muallimi badi. Rostmi? Sizni aldasam, ishtib ketay. Kesib aytamanki, mushu paytda
Bütün şehirde öyden çıkmay keç sıkıp oturduğun sizden başka ahmak yoktu. Kızlarning hammasi beribdimi? Elbette. Tez bolun. Bulmasa Amine muallim hasret çekiyor. Amina muallim? Ha, meni u elbette. Bir gap qilyotdi ku. Kimga gap qilyapsan? Hech kimga. Birisining kulki ovozi anglandi. Men mi angladim? Qo'shnilarning uydan anglamagandek qildi. Dada. Hı? Dada, sirtqa chiqib o'ynab kelaychi. Urumchidan kelganlar ketgandan keyin nega berib o'ynasang mayli. Imen, tez bo'ling. Dаңлıq ikki artistni qo'g'lab etdinglar. Ular tugi so'yibni chillab kelgili bo'lmaydigan mehmonlar. Bo'ldi, ko'tildab hemen. Nima uchunkin dаңlıq artist Aminani ko'rsamla. Sizlar gapini qilib bergan, yurtinglardan chiqib ketgan qiz Oysham esimga keladi. Ayni yili kichik Oyshammi shundoq aqlliq, naqsh usulga mahir edi. Shu yili u artist bo'g'ili mangan chog'da chechini tushirib etgan ekan. Rasma? Kim bilsam, dаңlıq artist bo'pti. Agar hozir o'quvchi og'il kelgani shu bo'lsa, to'liq xushal bo'lib, burunli qizini uning qaytirib bergan bo'lardim. Agar bu qitim kelgani rastli shu bo'lsa, biz uni uyda qo'ndiratdik. Men texi o'z qo'lim bilan uningga o'qishtirib, puli itib beratdim. O chog'da men bir qo'y so'yib, uni otdan mehmon qilatdim. Bak yaxshi bo'ladi. Nimalarni deb yurisiz? Uning o'lib ketganiga 10 necha yil bo'lgan tursa. Bunda qilsak bo'ladimi? Chataq yo'q. Keyingi imtihon berguvchi Reshit. Menma? Jiddiylashma. Siz bo'lamsiz. Aldiq keling. Nimaga tizimlatdingiz? Girim qilamsiz. Yo'q. Hojatsiz. Men naqshidan imtihon berman. Yaxshi bo'pti. O'zingiz eng yaxshi ko'radigan naqshidan birini ayting. Hargiz qo'rinmang. Men opera g'erib sanamdan ariya o'rinlab beray. Amitaxon, men buni jiyanimga olib berib kelay. Ha. Tağa, gepimni anglang. Aslida sizdan xato qo'y. Ay, urmang. Gepimni anglab beqing. Urmang deyman. Bugungi ishda butunlay siz aybli. Haramzada. Joyli qeri. Bu yoqqa.
Bu yerda imtihon e'lon Abla, dadımız geldi. Endi qanday qilamiz? Rizom bana, onun da sırası Bo'ladi. geldi. Tazini bir. Bu qanday bo'ladi? Çatak yok, kim? Hayat senem, sahneye çıkın. Ben çakırgıç düşmem. Heves bilen oynam, ha? Chiqanma yere, jiddiylashmay astoydil o'ynang. Muvaffaqiyat qozonsiz. Mana ishini. Bo'lamdi. Chiqanma yere, chiqar. Bo'ladi, men oxirib Ma'qul. Mahşeri bek yaxshi aytding. Tabriklayman. Mundin ketar bo'lding sen yotning yeriga. Meni qo'yding kulgime, itmag'imiga. Mundin ketar bo'lding sen yotning yeriga. Meni qo'yding kulgime. Mahsun sen yaxshi aytishgan, ha? Bu neymiş? Sizimiz Çok yok. sizimiz ki yoktu o. Sizlar Onu olmaz. anlar mı? Yarim olma sergerdan bir kıyane bakışın derdimge derman yarim olma sergerdan bir kıyane Sağa, sizin geldiniz mi? Bir yere otur. Oturun. Oturun. Ha? Kessem yemek lo Qort yaxshi aytdi, ha? Mana bu biz izleyatkan kız. Sizimiz yok. Oh. Belki başka caydan kelgendir. Ha? Bu kız kim? Şu işini qanday qilding? O heyre bek iyili gerken. O geldi mi? Ben bir kızımla ketip olar. Senin rolunu alan al kızını benim ordumda tebriklep koyun. Amine'ye gidem. O kız kabiliyetli. Şunu tanışalım. Bo'ladi. Kızımla aldap ketken hem koltek bilen kim hesaplaşıma? Qara ularga. Haqiqatan yaxshi o'yindi.
Ne bo'ldi? Mahira. Shukan. Mahira. Yaxshi bo'ldi. U haqiqiy iqtidorli ekan. Uni qabul qilishimiz kerak. Bayramda tabriklayman. Bekka sayınlar. Muborak bo'lsin. Jumba xush bo'lyaptiman. Mayra! Ne qilma! Ketme! Dada. Aka, qizingiz haqiqatan tepilg'i so'z, talantli san'atkor ekan. Uni qabul qilmasak, biz san'atkorlarning ko'nglimiz aram topmaydi. So'ngimni kirayli. Yenge. Akamni qoyil qiling. Jiyan qizim basun. Gapning po'stkalisini qizim artist bo'lmaydi. Bo'ladi. Yanama o'ylanib baqasiz. Pat arda bu yerdan ketimiz. Bu qitim Mayrani ip ketmaymiz. Kallangizdan o'tganda andin uni bizga topshirib bersangizmi bo'ladi? Siz bu shahardan ketadigan kuni Ahmet buvay qizini yiroq joyga itmoqdi. Hammamning uyi shundoq shiraqdimi? Az qoldi. Aldırma kızım. Aldığımızdaki Kazaklarının yaylığı. Rostmi? Benim bulbulum. Bana yasak ol. Nima degan qiziq? Ular nima ish qilyotidi? Bilmamsiz, muhabbatlashiyotidi. Siz boshqa yerdan kelibsiz-da, yayloqqa kelib boqmaganmi? Amina acha. Mahira! Acha, Mahira, bu yerda nima ish qilasiz? dadam boshlab keldi. Tinchlik bu. Ahmet aka. Axir ederinizdan o'tibdi-da. Rahmat sizga. O'mikimizdagi barliq san'atkorlarga vakolatan bizni qo'llaganingizga rahmat aytaman. Nereye durup? Biz bir yerden ötüp gitip atkan. Ha? Mayra, gepimde anla. Sana iki yol var. Ya men bilen öğüke. Ya atbalılıktın keş. Ülük Türkinge men iyi gemez. Hey! Nereye duruş? Ne mıxınız bu? Nereye durun lan, nereye? Amina muallim, meni rostini qabul qildinglarmi? Ha. Xo'sh. Xo'sh.
Küçük vaktimde apam bu nakşını etmese, uxulmay gözümle içip yatattı. İkkili yol. Ya men bilen öy qayt. Ya atı balılıktın keş. Ürüktürgenge mende emas. Nima bo'ldi? Hech uqmabsiz-ku. Qarıştırmasağınızı sorayman. Ətigəndila Mayirəni apırıb qoyman. Nima uchun? Tağa, aca. Meni ep ketinglar. Öyge qaytib ketmeymen. Kichigimdala artist buluşunu arzu qılattım. Nurgun ketim tushimda sahnada usul oynab tush ko'rdim. Meni qabul qilgandinglar-ku. Sizlarni aram deganda topdim. Nima uchun meni qaytirib etsizlar? Qaytib ketmeymen. Meni ep ketinglar. Men cho'qim artist bo'laman. Meni ep ketinglar. Gep anla. Mahire, bu qitim qaytib turing. Arzuyingizga cho'qim yetisiz. Dadınız hasret çekip qaytib ketdi. Onunla edebi xizmat ishlash kerak. Benim kızım qaytib ketdi. Aca. Mahire, Apa. endi ketmaydigan siz qizim. Amina acham meni qaytirib etdi. Allah. Amina muallim haqiqatan ko'ngil ayolkan. Yo'ldosh. Amina, sizlarning rahbaringlar bo'lamda? Amina peshqadam artist. San'at uning hayoti. U yuksak kasbi uchun yurakini sarf qildi. Turmida yatdi. Türmedi yattım teki. Ofatli yillarda bir nafar san'atkorning o'limdan qutulib qolganligini bilmasangiz kerak. Ölümden kutulup kalgan. O kayarlık. Qashqarlik. Bu yıl kancık kirdi. 41 yoshga. Onun başka ismi var mı? Burungi ismi Oysham edi. Biroq hozir bu ismni biladiganlar yo'q. Kechiring. Mening sal mijozim yo'qturdi. Dada, nima bo'ldingiz? 52 yılı ben küçük Ayşem'le Nahiye'ye apaganda o aran 12 yaştaydı. Ben qaytib ketadigan çağda o mankısını ekitip yığılgan. Keyin Qashqardan chiqib ketib 6 ayga keldim. Mana hozir sizning yeningizda turibman. 30 yil bo'ldi. Uni ko'rmadim. Her qitim Ürümchiga borganda uni ko'rmaganmidinglar? Yo'q. Cho'ng xatlik kezdim. Onun rastla artist bo'lganligini bildim. İsmini Aminaga o'zgartibdi. Uni taraf-tarafdan izledim. Birisi menga uni tutib ketganligini 4 yoshli qizning ko'chada qolganligini dedi. Şu günü kişiler Amina'nı urup öldürüp yitipti, cesedini kakaslıkı taşlayıp yitipti deyişti. Ben onun cesedini izlep kakaslıkı badım. Birisi deryağı taşlayıp etti dedi. Appa! Appam qani? Yığlama. Meni qo'yibding. Apanız nerede? Rahmatini bir şey tashlab etgan edi. Bu oyoqni appamga bermaysidim. Apanız kim idi? Appam artist Amina, uni Ayşem deb ataydi. Tag'a, appamni deb berib qo'yamdi. Apanızını izlemeyin. Sizni öyge ep ketey. Kızıp kapsız o. Biçare bala. Şunda kılıp bizning uyda turup kaldı.
Eniqki, bu Amine Mahiraning o'z opsi Ayşem. U o'lmabdi, hayotgan. Әмісі biz bu ishni darhol Nur muallimga aytaylik. Bo'lmaydi. Mahirani bizning beqvoqaligimizni Nur bilsa, Amine bolasini yenimizdan ip ketamdi. Mahira artist bo'la olamdi. Shundoq, to'g'ri deydilar dadisi. Hey xotin, nimaga qilaysiz? Xushal bo'lishingiz kerak-ku. Ata, saharda qizim Mahirani xushallik bilan yo'ldosh Nurga topshirib berman. Qo'shildim deyman. Qizimizga menday. Usul ayığı. Acep çıraylıkken. Bunu ben düşündü köygende kılaman. Bu ayakni siz elib eling. Gepimni esingizda tutib, uni chamadonning ostida saqlang. Haq ko'rsatma. Siz haqiqiy artist bo'lib sahnaga chiqqanda ondan keyin Ma'qul dada. esingizni chin tuting. Dadam Amine muallimning gapini anglang dedi. Ertadan boshlab asos mahorat mashqiga qatnashdi. Pek yaxshi. Pek yaxshi o'yindi, ya.
Qadirli dada, Kuyumchan apa. Sizlarga bir xush xabarni aytay. Cho'ng tipdagi usulliq teatr To'lon aydagi Anna bola bosh rolini rahbarlik Amina muallim bilan mening elishimni qaror qildi. Hozir Amina muallim xuddi mehribon onadek har kuni menga yetakchilik qilyotidi. O'zimni intayin baxtli his qilyapman. Dada, siz menga bergan hiliqcha bir jup usul oyog'ini kiyib, tunji qitim rasmiy sahnaga chiqqanda sahnaning oldida sizlarning o'ltirishinglarga intizor bo'layapman. Mening eng suyimli dadam, apam. Yana öyle sevinipsen de. Ay, uslayıkken bu. Ekele kör bakaylı. Ben sırayla gel. Hayır, Bo'ldi. Oyog'ingni musodir qilamidik ya. Niman chiqib ketsan endi? Dadam boshqalarga ko'rsatma degan. Qizlar. Nima varang churun qilasizlar? Tek uxlamadinglarmi? Mayraning bu usul oyog'i bek chiroyli ekan. Kiyib ko'rib boqayli desak, u unimidi. Shuning bilan biz talashdik. Mening. Buni sizga kim berdi? Dadam bergan. Boshqalar ko'rsin degan edi. Rasmiy sahnaga chiqqanda kiymoqchi edim. Muallim, bu ishda Mayrada gunoh yo'q. Biz talishib, varang-churun qilishmasak bo'ladi. Hamma xatolik bizda. To'g'ri. Intizomga rioya qilishinglar kerak. Vaqtida yetib uxlanglar. At yana repetitsiya qatnashsizlar. Siz? Nur. Men yo'q. Kutgan kun oxir yetib keldi. Esimda qilishcha, opam bu usulchi edi. Gerçi bu ishlarni menga hech kim demagan bo'lsa-mu, xuddi tushimdagidek guvoh esimda. Agar opam hayot bo'lgan bo'lsa, cho'qim Amina muallimdek bo'lgan bo'ladi. To'g'rimi? Shundoq. Cho'qim uningga o'xshash bo'ladi. Uni siz bilamsiz? Yo'q. Sizning hozirgi ota-onangiz Ular meni o'z qizidan ortiq ko'rdi. Menmi ularni intayin yaxshi ko'raman. O'z ota-onamning ahvolini ular bilamdikin deb o'ylayman. Biroq ularni so'rashni xohlamadim. Albatta ularni demadik. O'lib ketgan ota-onamni faqat qalbimda eslayman. Hozir bir obdan turibman-ku mana. Repetitsiyaga ta'sir yetkazmaslik uchun hayojonimni besib, hissiyotimni tizginlab, hozircha bu ishni uning demaslik qaroriga keldim. Hammasi yaxshi. Repetsiya qilyotidi. Ömek başlığının deyişçe, Abdunum rayonluq madaniyat nazarati biz o'quvchi qabul qilgan har qaysi jarayonning san'at o'maklarining vakil evatib, bizning o'yinimizni ko'rishga qo'shilibdi. Bek yaxshi bo'pti. Hammamiz xushal bo'ldik. Xotirjam bo'ling. Uning tirishchanligidan qaraganda cho'qim muvaffaqiyat qozonadi.
Yana ömek başlığı yoldaş Ahmet Akın'ın oyununu görüşke alaydı teklif kuttu. Rasma. Ras. Demek. Pat arda onun bilen görüşürkenmizde. Dövlət bayramıga atalgan çoğ tiptiki usulluk teatr Tolun Ay. Mayra, sahneye çıksın tez bulun. Azmını qılmay tez bulunlar. Beş sayılı xop gitsiz, tez bulun. Bak yaxshi bo'pti. Amine malum, teknik çıkar. Hey, arka sahneye öteyli. Makul. Qandoq keldiniz? Kamunka, teşma. Teşekkür. Aca, teşma. Teşkimo, bizni Mahira bilan ko'rishtirib qo'yasiz. Alohida ahvol, ularni boshlab ber. Bo'ladi. Juringlar. Makul. Uy, qarama. Boshra. Hey, sizlar bu yerda nima qilsa? Mahirani zayt o'qish bor edi. Rahmat. Mayra. Amma teşkimo, Mahira, o'zi hozirlik etimiz, xizmatingizga daxl qilmaymiz. Hamsa dadınızın xitini öz qo'lim bilan topshirib berdim, ha? Ha, siz mangda qamisa. Saltirib ko'rishaylik.
Amine, tek hayatkensiz. Mahire sizning qizingiz. U hayat qoldi. Burun, uning sizga o'xshash ichinishlik oqibatga kelishidan qo'rqib, uning artist bo'lishiga qarshi turgan edi. Hozir mudish kunlar ketib, bahor yetib keldi. Qizingiz Mahirani bag'ringizga bersing, u sizga o'xshash usulchi bo'lib yetishib chiqsa, u mening eng zo'r xushalliqim.